Xo'sh, bugun sizlar bilan butun davrlarning eng qassobob 3-rejissyori deb tan olingan Christopher Nolanning Odyssey filmi haqida suhbatlashamiz. Video davomida Nolan qanday qilib tarixiy filmni bunday kam grafika va CGI'larsiz suratga olganini, nega Odysseyning safari 20 yilga cho'zilib, bunchalar ko'p adashib yurganini va nega bizga film davomida Agamemnonning aurasi bunchalik baland bo'lib tuyulganini bilib olasiz. Shunday ekan siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Shubhasiz Odyssey filmi ham ushbu davrning eng yaxshi filmlaridan biri bo'lib tarixga qoladi. Sababi filmda grafika umuman ishlatilmagan, film sujeti esa ajoyib yozilgan va Nolanning yondashuvi ham filmni yanada boyita olgan. Shaxsan men filmni ko'rish mobaynida umuman zerikish tuyg'usini his qilganim yo'q. Voqealar shunchaki boshlandi va men ham uning ichiga tom ma'noda cho'kib ketdim. Lekin vaholanki, rostdan ham bunday tarixiy va afsonaviy mahluqlarga to'la bo'lgan ushbu filmni vizual montajlarsiz va grafikalarsiz ishlangan ekanligiga ishonish deyarli imkonsiz. Hatto Nolanning o'zi ham ushbu filmni suratga olish uchun o'zining ijodkor jamoasi bilan shaxsan 6 ta eng qadimiy va ko'hna davlatlarning eng chiroyli zaminlariga tashrif buyurgan. U ushbu afsonaviy sayohatni studiya sahnalariga deyarli tayanmasdan haqiqiy dunyoning eng ajoyib manzaralarida jonlantirishni tanlagan. Suratga olish ishlari boya aytganimdek 6 ta mamlakat bo'ylab jami 91 kun davom etgan. Har bir joy o'zining tabiiy xususiyatlari uchun puxta tanlangan. Marokashdagi qadimgi qishloq Troya shahriga aylantirilgan. Uning loydan qurilgan devorlari va minoralari 10 yillik urushning yakuniy kunlarini aks ettirgan. Marokashdagi Atlantika qirg'og'i esa qo'shimcha dengiz sahnalari uchun fon sifatida xizmat qilgan. Gretsiyaning Nestor g'ori Siklopning uyasini jonlantirgan. Italiyaning orollari Itaka o'rnini egallab bergan. Yana Gretsiyaning tepaligidagi Castello de Santa Caterina saroyi esa Odysseyning saroyi sifatida ishlatilgan. Islandiya vulqonlarining qora qumli qismlari Hades, ya'ni o'liklar olamini tasvirlash uchun yordam bergan. Bu yerdagi sovuq, yovvoyi va deyarli o'likka o'xshash muhit yer osti dunyosining og'ir ruhini mukammal aks ettirgan. Shotlandiyaning Muray qirg'oqlari esa Sirsiya yerlarini tasvirlash uchun tanlangan. Colbin Forestning zich o'rmonlari va yovvoyi sohillari gigantlar bilan jang sahnalari va Sirsiyaning orolini jonlantirgan. Hattoki har bir afsonaviy mahluqlar bilan bo'ladigan sahnalar ham deyarli umuman grafika ishtirokisiz suratga olingan. Agar bularning har biriga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Siklop sahnasida Siklopni jonlantirish uchun Nolan yordamchi qism va ishchi guruhlarga deyarli 20 metrlik balandlikdagi Siklopning modelini yasattirgan va uning yanada tabiiyroq hamda reallikka ancha yaqin chiqishi uchun uning ishtirokidagi sahnalar qorong'u g'or ichida va ancha yorug'likdan uzoqda qilib suratga olingan. To'g'ri, to'liq tanasini maket sifatida yaratish va uni harakatga keltirib, haqiqiy odamdek tasvirlash imkonsiz edi. Shuning uchun ham uning harakatlantirishdagi ba'zi bir sahnalarida va uning tana qismlarini to'ldirishda baribir ham qisman grafika ishlatilgan, lekin boshqa ko'plab filmlar kabi shunchaki nuqtalar orqali odam harakatini yozib olib, vizual tarzda Siklopga aylantirib qo'yishmaganligi tahsinga sazovor. Keyingi sahna, ya'ni Sirsiya va Odyssey askarlarining sahnasiga keladigan bo'lsak, bu sahnani aktrisa Samantha Morton ijro etgan va ishonish qiyin-kuya, ammo bu sahnada ham umuman grafika ishlatilmagan. Ijodkorlar dastlab aktyorlar bilan suratga olish ishlarini boshlagan va Sirsiya ularni cho'chqaga aylantiradigan qismiga kelganida aktyorlar o'rniga maxsus manekenlar joylashtirilgan. Ular esa xuddi yumshoq plastilin kabi istalgan shaklga solish imkonini bergan. Aktrisa ularning og'izlariga rostmana qo'llarini tiqib, yuzlarini cho'zib, cho'chqa tasvirini bergan. O'rmondagi debqomat askarlar bilan bo'lgan jang sahnasi ham bir muncha qiziqarli qilib suratga olingan. Ishlab chiqarish guruhi 7 fut, ya'ni 2 metrdan baland bo'lgan uzun bo'yli kaskadyorlarni saralab olishgan va ularga qarshi ravishda Odysseyning askarlarini tasvirlash uchun 5 fut, ya'ni 1,5 metr uzunlikdan kichikroq bo'yga ega bo'lgan
Dublyor kaskadyorlarni izlab topishgan. Biroz kameraning ayyorona joylashtirilishi, devlar va oddiy askarlarning bir sahnaga kelganda ularning yuzlari va ko'rinishlarini yashirish va natijada ushbu sahna ham juda ajoyib jonlantirilgan. Hattoki shunday narsaga to'g'ri kelganki, Odysseyning dublori sifatida xizmat qiluvchi insonning vazifasini ushbu sahnada aslida ayol kishi ijro etgan. Yana film o'zining suratga olinishi bilan ham tarixga kirdi deyishimiz mumkin. Chunki Odyssey filmi tarixda ilk bor to'liqligicha IMAXning 70 mm lik kameralariga suratga olingan va uni yozib olgan plyonka ham qarib 18 km uzunlikka ega. Og'irligi esa 383 kg tashkil etadi. Filmni asl formatida tomosha qila olish imkoniyati esa butun dunyo bo'ylab atagi 43 ta kinoteatrlarda mavjud ekan. Filmni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, menimcha film ajoyib chiqqan. To'g'ri, film Nolanning oldingi Interstellar, Boshlanish va balkim Batman trilogiyasi bilan ham tenglasha olmasligi mumkin. Ammo aniq qilib ayta olamanki, bu film 2019-yildan olib hisoblaydigan bo'lsak, oxirgi 7 yillik ichidagi eng yaxshi tarixiy film nomiga loyiq. Aktyorlar ijrosi ham ancha tabiiy va har bir aktyor o'z rollari uchun mohirona tanlangan. Matt Damon ham Odyssey obrazini juda yaxshi jonlantira olgan. Qiziqarli fakt, esingizda bo'lsa, Kalipso personaji Karib dengiz qaroqchilari filmida ham bor edi, ammo uni qora tanli, qandaydir g'alati va umuman odamlardan boshqacharoq maxluq simon qilib tasvirlashgan edi. Biroq bu filmda uni latofatli aktrisa Charlize Theron ijro etgan. Musiqalar mavzusi esa eng esda qolarlisi bo'ldi. Film kompozitori Ludwig Göransson bo'lib, film davomida eshitishingiz mumkin bo'lgan barcha kuylar u tomonidan yaratilgan. Hattoki seriallar qo'shig'i qismidagisi ham. Xullas, filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, film ko'rishingizga 100% arziydi. Agar ko'rgan bo'lsangiz ham, qayta ko'rib qo'yish orqali siz hech narsani yo'qotmaysiz. Film taqdim etilishidan ancha oldin filmda Odysseyning turli hududlardagi hamda turli vaqtlardagi sayohatlarni boshdan kechirganlarini taqdim etilishi aytilgan edi. Ammo buni qanday qilib amalga oshirishadi? Turli vaqtlarni bitta filmga qanday qilib aralashtirib, odamlarga tushunarli talqinda yetkazib berisha olishadi degan savol meni juda qattiq o'ylantirib qo'ygan edi. Biroq buni qarangki, ijodkorlar buni hikoya aytib berish janrida ajoyib qilib uddalay olishgan. Aslida bunday olib qaraganda, Troya va Itaka hududlari orasida u darajada uzoq masofa mavjud emas. Biroq nega unda Odysseyning safari qariyb 20 yilga cho'zilib ketdi? Mayli, agar filmda aytilganidek, u Troya jangida 10 yil va Kalipso bilan 7 yil qolib ketganda ham, umumiy olib qaraganda 17 yil vaqti sayohatlar va janglarda o'tgan ekan. Shunday bo'lsa-da, uning 3 yillik umri adashishlar va dengizlarda o'tgan. Hammasi Odysseyning o'lkasi Itakadan boshlangan. Odysseyning kemalari u yerdan Troya urushiga yo'l oladi. G'alabadan so'ng ularning birinchi to'xtashi Ismarus bo'ladi. U yerda uning jangchilari o'lkani talon-taroj qilishadi. Keyin Mayl burnini aylanib o'tishmoqchi bo'lganliklarida kuchli bo'ron flotni yo'ldan chiqarib yuboradi va Lestrigonlar mamlakatiga olib keladi. Bu odamxo'r devlar barcha kemalarni yo'q qiladi. Faqat Odysseyning o'z kemasi omon qoladi. Yagona qolgan kema esa Sirsiyaning oroliga yetib boradi. Sirsiya uning odamlarini cho'chqalarga aylantiradi. Biroq Odyssey ularni qayta odamlarga aylantirishini so'raydi. Hamda Sirsiyaning ko'rsatmasiga amal qilib, Odyssey Hades mamlakatiga boradi va yer osti dunyosidagilardan uyga qaytish haqida yo'lni so'raydi. Qaytishda ular yo'lda sirenalarga duch kelishadi. Odyssey ularning kuylarini tinglashga qaror qiladi. Sikilla nomli maxluq va Harib bo'g'ozdan o'tishadi va Sikilla yirtqichi 6 ta askarni yutib yuboradi. Keyingi to'xtash joyi Trinakriya oroli bo'ladi. U yerda ekipaj a'zolari quyosh ma'budining muqaddas sigirlarini so'yib yuborishadi. Jazo sifatida Zeus oxirgi kemani ham vayron qiladi. Faqat Odysseyning o'zi tirik qoladi. U Agigiya oroliga yetib boradi. U yerda Kalipso bilan 7 yil yashaydi. Xudolar uni va nihoyat ozod qilishadi. Odyssey nihoyat Itakaga qaytadi. Taxtga ko'z tikkan sovchilarni mag'lub etadi va Penelope bilan qayta uchrashadi. Hamda shunday sargardorlikda deyarli bir necha oyda bosib o'tish mumkin bo'lgan safari yillarga cho'zilib ketadi. O'zi aslida bu barcha jang va safarlarning ortida Agamemnon, ya'ni barcha Yunon qo'shinlarining boshqaruvchisi
va qo'mondoni turibdi. Filmda esa uning haqiqiy aurasi bizga batamom sezilib turdi. Uning yarqiragan sovuti, mukammal libosi va mag'rurligi filmni yanada yaxshiroq darajaga ko'tardi. U film davomida umumiy olib qaraganda deyarli 8 daqiqa ko'rinish bergan. Biroq shu 8 daqiqa ichida u barchani o'zining muxlisiga aylantira oldi. Hattoki shaxsan o'zim ham u ekranda ko'rsatilganida Odysseydan ko'ra ko'proq unga e'tibor qaratdim va ochig'i uning aurasini rostdan ham his qildim. Instagram va TikTok tarmoqlarida ham u haqidagi editlar juda ommaviy tarqala boshladi. Uni hattoki ko'plab muxlislar Batman trilogiyasidagi Batmanga qiyoslay boshlashdi. Ammo shunday editlar ham tarqaldiki, ulardagi sahnalarni men film davomida umuman ko'rmaganman. Bunday editlar TikTok ijtimoiy tarmog'ida juda ko'p. Balkim men filmni ko'rgan versiya qisqartirilgan holda bo'lishi mumkin va balkim sizlarning orangizdan kimlardir to'liq holdagisini ham ko'rgandirsiz. Unda aytingchi, ushbu sahnalar siz ko'rgan Odyssey filmida mavjudmidi yoki yo'q? Mayli, bu sahnalar filmda bo'lmasligi bu filmning ajoyib ekanligiga ta'sir qilmaydi. To'g'ri, bu sahnalarning borligi filmni 1 yoki 2 ball balandroqqa ko'tarib bera olishi mumkin edi-ku-ya. Biroq filmning men ko'rgan versiyasi ham ancha ajoyib chiqqandi. Oxirgi nuqta esa Christopher Nolanning hozirgi zamonning eng buyuk rejissyori ekanligini tan olgan holda unga ushbu film uchun tashakkur aytib videoni yakunlaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.